qadrli hamyurtlar, xudo xolasa biz Farg'ona Chimyon Leningradiga 3 talik samolyot apparatimizni qo'yib bergandik. Biz bundan sizlarga afzallik tomoni obzor qilib beraylik dedik. Hozirgi kunda trendda ketib turgan avtopauzali variantimizni ustonovka qilib berganmiz. Germanskiy pistoletlarimiz bilan. Hop, pistoletimizda qo'yib o'rganimizda pauza holatda turadi. Pauza holatda bosganimizda avtomatik tarzda suvni chiqib boshlaydi. Hop, hozirda suvda, keyingisi pena bo'lsa, mana pena bosganingizda penani suvlari ketma-ketligida ishlaveradi hammasi. Bu raqobat bor joyda samolyotga ko'proq har 1 kilometrda bor joylarda asqotadi. Ancha klientni jalb qilishga yordam beradi. Savdo tushumini oshiradi. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, xudo xolasa avtopauza varianti bilan Alloh qodir qilguncha ishlaringni mukammal zo'r darajada qilib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.